Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Ixa va bugun mana odatdagidek o'zimga yoqqan eng zo'r TikTokdagi videolar bilan sizlar bilan ulashmoqchiman. Yaxshi o'tirib, joylashib olib, yaxshi nastreniya bilan ko'rasizlar degan umiddaman va ko'rishni oldin iltimos qilardim. Like bosib obuna bo'lib qo'yishdi, chunki obuna bo'lmasdan ko'rib turganlar soni 95% dan ko'p deganlarimni iltimos qilardim. Aytchi, unda boshlaylik. Bildim mana shunaqaligini. O'zbek ekan. Lezo, короче. O'zbek ekan, anaqa o'tgan safar Rossiyada bo'lsa, meni atmetka qilinglar kelar, anaqa qiladi degandim. Shunaqa qiziqarli videolarda ishlansanglar kelar bir kun kirsam 460 ta atmechini turibdi bor. 460 ta upaminoya turibdi. Rahmat kattakon. No iltimos qilib faqat PUBG da emas, boshqa anaqa oddiy qiziqarli videolarni atmetka qilsanglar xursand bo'lardim. Hozir mana shudagi hamma video javob hammasi mana atmetka qilingan. Obunachilarga yoqqan videolar. Aytib ketdi endi. You want some more of this, bitch? Böyle. Domboq qiz bo'lar ekan mana. Fucking easy. Would you do this all year long? I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, Soqolli bo'lar ekan. I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman. I was walking down the street just the other day. I saw these two fine bitches that were walking my way. Umar domboq qiladi. Yo, what you girls doing tonight is what I wanted to say. But suddenly I panicked, my voice started to shake. So I put my head down and I just walked away. I had a bus to catch anyway, it worked out great. Got on the bus, put my headphones. Gapi yo'q, chotki. Mana men atletika qilib o'zim uylanardim deb. Nimaga? Yo'q, ya. Sevichega kirish. Voy, bilalar bu qanday otyapti bunaqa? Emiga marta urmaydi bu. Kake, mana shu birorta yo'li bormi? Masalan, men emulyatorda vashsha qilolmayman bu narsani. Seriously. Странно. Chot. Voy. O'ylab ko'ringlar, mana buni topguncha bit. Telefonda o'ynayotgan odamlar vashsha jins. Men ham telefonda o'ynaganimda mana shunaqa bo'lgan, to'g'risi. Boshidan yaxshi o'ynaganimda anaqa polyot tiqib olib keyin o'ynardim. Bo'lmasa вообще edi. Telefon kelib qolsa shunaqasi ham o'ynardi. Vashsha жиза прям. Bo'ri qancha ochmasin itdan qolganini yemaydi. Uf, короче. Yaxshi, o'zlaring qilganlaring bilinib qolibdi. Bitta подписчик belgirabdi, aka shuni ham chiqaring deb o'zlari video qo'yibdilar, gapi. Chiroyli chiqibdi. Passanovali bilinib qolibdi. Ikki kishi turibdi, janonda. Gapi. Dash bosing, brat.
Bilan oxirida hozir bilan aytib O'zbek bolalari padarka emas. Padarka bola O'zbekistonli emas. O'zbek bolalariga bermanglar baho. O'zbek bolalari bebaho. O'zbek bolalari tegmaganga tegmaydi. Tekkani yorib tashlaydi. O'zbek Avf akalar. Ben ovozni ham o'chirardim, o'sha chiqib ketaverardim o'yindan. Начну завтра. Aha, блядь, qo'taqning basi qo'tag'imda jepsing, qayog'imda jepsing, nahur ertangdan boshlab deb, блядь. Hozir turda barda bir balla ishda. Bar axsha tab jumusda, saboq o'qi, anglish tilini o'qi, блядь. Istaysiz bir balla qo'taq bas. Чего, блядь? Эм. Voy, chiqarish bilan faqat bitta odamda bor edi, menimcha. Dunyo bo'yicha. Ama chiroyli, красиво. Салам алейкум. Я сюда балдовать не пришел, а снимать тикток пришел. Ошибка молодости. Ошибка молодости. Подписывайтесь на меня. Tatuni bir ekan bor. Endi bu ana soqolmi tipa? Bu xuddi anavi sochi yo'q odamga ana nima taraq padar kal odamga taraq padarka qilganday narsa ekan lekin. А кто? Скажи все! Вор! Вор. С одной головы соседей на весь пух и прах. Все с одного ребра и одна сатана. А кто? Скажи все! Вор! Вор. С одной головы. No. Beat it, yes! I'm feeling solid, come round here, I feel like I can chin someone, I feel like I can... Yeah, I'm gonna chin some lady, watch this. Yeah. Ой, бля. Ситуация смешная, но страшная, бля. А чё? Video yomon turibdi ama gapni bari chetga chiqibdi. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro beco. Oxirgi xabarlari. Nimaga bu oxiri bo'lmadi?
ko'ringlar akalar bularni. Uy bile nima ketdi hozir? Kamerami? Vay. Minus 2000-3000 dollar. Vay bile. Okay, so What the fuck, bro? What the hell? What? Oh, it's your belt? Bro, I thought I saw something I was not supposed to. okay, so What the fuck, bro? What the hell? What? Öyle öyleyim mi ki? Что за тигр этот лев, акела? Что за тигр этот лев? О, aslanım. İyi mi? İyisiyle devam edelim. yine endi sizga chiqyordimku ishtonga. Vay ulan abi. To'g'ri tushirgan qaranglar. Allah gapi. O'zingizda sizni sevib hurmat qildim. Siz bo'lsa xiyat qildingiz. Keyin men ham biznes qildim. Ay bila. Bolalar sizlarga zo'r Bila. Hadi opamizmi bu? Qanaqa savol ekan? keldida hozir mana shundoq qanaqa savol qilsam ekan bu negativ haromlarga deb turuvdim. Xayolimga zo'r savol keldi. Bolalar faqat to'g'risini aytsanglar, keyin aytaman. To'g'risini aytasizlarmi? Ha, bunday esinglar. Nimaga bolalar eshak sikadi? Agar eshaklar gapirishni bilganda, bolalar qamalib ketar. Vay bila. Opa regards me bo'lyaptilar. Har bitta gaplashayotgan qizinglarni zapasga yopib qo'ygan yigiti bo'ladi va shu kodni sizlarga eng yaqin do'sti deb tanishtiradi. To'g'ri akalar. Есть такая тема. Bekor fuflo не скажешь, короче. Hozir men sizlarga zo'r prikol ko'rsataman. Dars qilmagansan sen hali. Dars qilmagansan. Sketchat qildim buni. Hali 1 soat sketchat qildim. Men baqiryapsiz menga. Insofing bormidi? Men baqiraman-da. Nima qildim, xo'pman. Nima qildim? Darsni qilmaysanmi maktabda darsini, anon darsini? Bu nima? Bu foydasi bor buni. Bechora bor, mana rahmim keldi.
Yo'q, agar videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Bu men uchun har safar aytgandek juda ham katta yutuq, chunki qanchalik xursandligimni men ko'rib turgan, men yoqtirgan videolar sizlarga ham yoqib turganidan juda ham xursandman. Video yoqqan bo'lsa, iltimos qilib qolardim, like bosib, obuna bo'lish umuman esingizdan chiqmasin, hamda o'tgan seriyalarni ko'rmagan bo'lsanglar, mana bu yerda chiqadi. Mana shularni ko'rishingiz mumkin. Kattakon rahmat sizlarga. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr hammaga.